Hop mayli. Birinchi qavat tugab, inshaalloh ana ikkinchi qavatga o'tadigan moment ham kelib qoldi. Usta akalarimiz tombola bilan sesmalarni aylantirib qo'ygandan keyin klipga joylashtirish jarayoni boshlanadi. Ana undan keyin xudo xolisi ikkinchi qavat boshlanadi. Mana bu birinchi qavati tayyor holati. Xudo xolisi ancha ko'zga ko'rinadigan darajada ishlab bo'lib qolgan. Bo'limini ochiqrog'ini ko'rsataman hozir sizlarga. Xuddi shu ketma-ketlikda 1, 2, 3, 4, mana bu 5-inchisi inshaalloh. Xullas, har bitta jarayonni ko'rib turibsizlar. Oddiy ko'rsatib borib turibmiz. Чтобы ishonch hosil qilishingiz uchun, bilishingiz uchun, чтобы pulinglar begona bo'lmasligi uchun, pulinglarga achinmasligingiz uchun, ertaga xavotirlanmasligingiz uchun ham har bitta jarayonni ko'rib turib, bilib turib sotib olsa odam to'g'ri maza qiladi-da. O'sha uchun. Mana shu maqsad hammasi shu. Ya bismillah. Mana kattagina xona. Xuddi shuni yana bitta ko'pi tepasida bo'ladi. Ya bismillah. Hozir sizlarga ko'rsataman. Qanaqa yog'ochda ishlatilganini boshida ko'rsatgan edim. Hozir yana bir barotaga ko'rsatib boraman. Mana shu yangi chasnalardan ishlatilyapti. Даже Apolovkaga yangi taxt olib kelingan mana. Hattoki Apolovkaga. Ikkinchi etajni tomiga firma svarka qilib turibdilar akamiz. Ana ularni ham ko'rsatib o'taman. Toza materialdan, yangi materiallardan. Inshaalloh olgan odam xursand bo'ladi, maza qilib yashaydi. O'tiravering aka, bemalol. Mana svarshik akamiz tayyorlayaptilar. Mana shu materiallardan. Issiqlarda, issiq demay. Subhanalloh. Hozir yanada tozarog'iga kiraman. Tushuntiraman, ko'rsataman sizlarga. Tak. Mobodo Selxoz, Eko bozor. Bu yog'imiz TTZ, Shirin bozor. Bu yoq tomonimiz Yunusobodga chiqib ketaveradigan joylar. Ana o'shatlarda yashab turib ishlab turib o'shatlarda yashamoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, mana bemalol kelib ko'rsa bo'ladi. U podushkasidan boshlab qurilish jarayonini ko'rsatib yuribman. Bemalol shunaqa uyga qiziqgan yaqiningizlarga jo'natib qo'yasizlar. Kommentariyada savolinglar bo'lsa yozib qo'yasizlar, aqlimiz yetgancha javob beramiz. O'tgan kuni bir akamiz investitsiyaga qanaqa uy olish haqida savol bergandilar. Aqlimiz yetgancha javob berdik. Like bosish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar, charchang. Mayli. Qurilishimizni sesma poyasi qurilish. Xo'sh, usta akalarimiz Apolovkalarni qo'yib armaturalarni to'qibdi. Gap yo'q. Tombalarni qo'yib bo'lishibdi. Ish qizg'in jarayonda. Hozir bu yoqqa dal armaturalar to'qilyapti. Adashmasam agar. Sirli jarayonimizni ko'rsatib boryapmiz. Qiziqganlarga
oxirgi kottejimiz. Bismillah. Issiq bo'lishiga qaramay ustakalar. Молодцы. Qattiq ishlashyapti. Tak. Xudo xolisa 5 ta kottejni sesmalari qo'yilsa, ana undan keyin plitalar qo'yilsa, keyin ikkinchi qavati boshlanadi inshaalloh. Xuddi shunaqa kottej qidirganligi jo'natib qo'yasizlar. Savolinglar bo'lsa yozasizlar kommentariyalarga. Oxirimiz yetgancha javob beramiz. Like bosish esingizdan chiqmasin, har doimgidek. Nima bo'ldi? Uchinchi kottejimiz. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Yo'q. Ancha ko'payib qolibsizlar-da. Молодцы, gap yo'q. Rahmat, Allohga shukr. Nasib bo'lsa bugun qo'yasizlar-da, ertaga plitami, Ilhom aka? Yo'q, armatura kelish kerak, sesmaga armatura qo'yilmagani. O'sha armatura qo'yishinglar kerak-da. Qo'yasizlar, undan keyin beton. Tamom. Atak gap yo'q. Armatura bog'lanish jarayoni ustakalar. Ming bog'lashyapti, qattiq ishlashyapti. Yangi kottejni boshlanish jarayoni. Bu shu podushkasi uchun qo'yilgan joylari. Inshaalloh. Bunisi ham joylarni ko'rsatib boramiz otida. Kuzatuvda davom etinglar, charchamanglar. Hormanglar. Ustakalarimiz quyishni boshlashgan betonni. Xudo xolisa nasib bo'lsa keyin ikkinchi etaj boshlanadi inshaalloh. Supermasaj qolibdi. Bu uchinchi kottejimiz ichi. Bugun sesmasi tayyor bo'lsa inshaalloh. Sesma tayyor bo'lishi bilan birga avtomatik tarzda plita qo'yib ikkinchi etaj ko'tarilish boshlanadi. To'g'ri ikkinchi etaj jarayonini otida ko'rsatamiz. Hammasini ko'rib borganinglar singari. Uni ham maza qilib tomosha qilasizlar. Noldan qurilish boshlanganda har bitta jarayonni ko'rsatib borilsa, haligi sotib oladigan odamga og'irlik qilmaydi-da, naborat maza qiladi oladigan odam. Puli begona bo'lmayotganligiga, puliga rozi bo'lib, sifatini ko'rib sotib olayotganligiga xursand bo'ladi-da odamlar ham. Shu uchun imkon qadar zerikarli bo'lsa-da shu jarayonni ko'rsatib boramiz har doim. Kimlardir zerikar ekan. Mayli endi. Oson ish emas. Birinchidan quyoshda ishlash oson emas. Ikkinchidan prosta telefonni yoqib olib, lenta kovlab o'tirmasdan foydali narsani tomosha qilib, jimgina eshitib o'tirish ham oson emas.
Xullas shunaqa uy qidirgan yaqinligiga, hamkasbligiga, qarindoshligi, tanish bilishligiga jo'natib qo'yasizlar. Kommentariyada savolinglar bo'lsa yozasizlar. Like bosish esingizdan chiqmasin. Salomat bo'linglar. Yana bitta obyektimizda xuddi shunaqa kottej qurilishi jarayoni boshlandi. Bu ko'rib turibsizlar o'sha rachok qirdi, tozaladi, keyin sheben bilan preslandi. Selofan yoyilgan. Padoshka qo'yilishiga tayyorlanmoqda bu jarayon. Nasib inshaalloh padoshkalari qo'yilgandan keyin endi bu kottej ham ko'tarilish boshlanadi. Ya bismillah. Ustakalar молодцы. Issiqdan menga qo'yib ishlab turishdi. Kelajakda kimdir sotib olib, rozi bo'lib, xursand bo'lib, o'zini uyida yashashlik uchun. Qanday zo'r jarayon. Menga rosa shu jarayon yoqadi. Bismillah. Shuni ham ustiga sakrsak bo'ladi. Har bitta kottejimizni noldan boshlab qurilishidan tashqari nima materialdan qurilib turganligini ham sizlarga ko'rsatib turibman. Shtobi kimnidir xayolida, fikrida noto'g'ri o'y, fikr, xayol, tushuncha bo'lmasligi uchun. Ya'ni mana o'sha armaturalar probirkalari bilan olib kelingan yangi yog'ochlar va hammasi spesialniy shu qurilish uchun. Mana bu simlar turibdi. Mana shu simlar stroykada ishlatiladigan hamma sim. Mana yo'l ustakalarimiz armaturalarni уже boylab qo'yishgan, kolonna qilib. Va mana yo'lda yog'ochlar, o'sha rossiyskiy hidi ham dot ekan, hidi ham da sasna degan yog'ochlar. Qurilish olsangiz, ya'ni yangi qurilgan uy olsangiz, o'zingizga uverenniy holatda sotib olasiz. Musordan qurilmagan, boshqa narsalardan qurilmagan va hokazo.